Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga tishlarni mustahkamlash, tish og'riganda, og'izdan noxush hidlar kelganda tabiiy yo'llar bilan davo bo'ladigan malhamlarni aytib o'taman. Tishlarni mustahkamlashda atirguldan olib qaynatib, so'ng og'iz chayqalsa tishlarni mustahkamlaydi hamda milklar dardiga shifo bo'ladi. Tish og'riganda atirgul yog'i bilan chayilsa og'riq qoladi. Sarimsoq suvga asalni aralashtirib og'riyotgan tishga qo'yish joizdir va shunda tishlarning og'rig'i kamayadi. Og'izning noxush hidlarida. Og'izdan kelayotgan noxush hidlar oshqozon ichak yo'llaridagi muammolardan, asosiysi organizmga qandli diabet xavf solayotganidan darak beradi. Bu hollarda turli tish yuvish vositalaridan foydalanish o'rinli. Ammo bu chora yordam bermasa-chi? U holda ko'proq sabzi, moychechak, yalpiz damlamali choy iching. Shuningdek, 1 choy qoshiq iste'mol sodasi hamda vodorod peroksidini 1 stakan suvga aralashtirib, ushbu aralashma bilan ertalab va kechqurun tishlarni yuvish, og'iz bo'shlig'ini chayib turish nafaqat noxush hidlarni bartaraf etadi, balki tishlarni oqartirishga ham juda katta yordam beradi. Xayr, salomat bo'ling. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosib turish esingizdan chiqmasin.